Sizga bitta savol beraman va bu savolga qanaqa javob berishingizga qarab, o'zingiz haqingizda ko'proq narsa bilib olasiz. Siz hozir yashab yurgan odamlardan o'tib ketgan bo'lsa ham, kimni muvaffaqiyatli deb hisoblaysiz? Bu muvaffaqiyatga qanaqa qilib erishdingiz deb kimga aytgan bo'lardingiz? Iloji bo'lsa hozir shu yerda videoni to'xtatib, kommentariyaga mana shu savolga qanaqa javob bergan bo'lardingiz? Yozib qoldiring, keyin o'chirmang lekin. Men sizga hozir o'zimni javobimni aytaman. Qo'shilasizmi, u menga qiziq. Hozirgi yashab yurgan odamlardan hech qaysisini muvaffaqiyatli deb bo'lmaydi. Albatta, men buni muvaffaqiyat so'zini men qabul qilgan ta'rifdan kelib chiqib aytyapman. Isbotini ham keltiraman. Men ishonamanki, biz muvaffaqiyatga erishdik deb aytolmaymiz, illoki jannatga kirmagunimizgacha. Jannatga bitta qadam qo'ydingizmi bo'ldi. Siz yutdingiz, muvaffaqiyatga erishdingiz 100%, lekin u paytga kelgungacha siz imtihondasiz. Alloh subhanahu va taolo muvaffaqiyat haqida ko'p oyatlarni nozil qildi. Qad aflahal mu'minun ulaika humul muflihun. Ya'ni ko'p va ularning hammasi mo'minlar, ularning sifatlari umumiy jannatga kiradigan odamlar haqida gapirilgan. Boylar haqida emas, mashhur odamlar haqida emas yoki ta'sir doirasi kuchli bo'lgan odamlar haqida ham emas. Tasavvur qiling, siz dunyodagi eng boy odamsiz. Pulingizni harakat qilib ham umringizni oxirigacha ishlatib tugata olmaysiz. Shunchalik boysiz. Lekin Alloh sizni yomon ko'radi. Yoki shunaqangi mashhursizki, sizni butun dunyo taniydi. O'lib ketganingizdan keyin ham qiyomatgacha sizni hamma ismingizni bilib, sizni hamma taniydi. Lekin Allohga iymon keltirmaganingiz uchun abadiy jahannamda yonasiz. Mana shunaqa odamlarni "Men musulmonman, men mu'minman, alhamdulillah" degan odam qanaqa qilib muvaffaqiyatga erishgan deyishi mumkin. Alloh bizga muvaffaqiyat so'zini ta'riflab necha marta Qur'onda keltirgan bo'lsa, nima unaqa g'alati, radikal, chuqurlashib ketgan fikrlarni tarqatasizlar? Nima boy bo'lish yomonmi, mashhur bo'lish yomon narsami? Yo'q, men unaqa demayapman. Qanchadan qancha sahobalar boy bo'lishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni butun dunyo taniydi, lekin ular boy bo'lgani uchun, mashhurligi uchun yoki ta'sir doirasi kuchli bo'lgani uchun muvaffaqiyatga erishishmadi-da. Nima uchun erishdi? Iymonligingiz uchun. Musulmon odam boy bo'lsa, mashhur bo'lsa zo'r. Agar shu narsalar uni biz siz bilan tepada aytgan muvaffaqiyatga olib borayotgan bo'lsa, lekin agar unaqa bo'lmasa, kambag'al bo'lib hech kim uni tanimasdan o'tib ketsa, o'zi uchun yaxshiroq bo'lgan bo'lardi. Shu sababli bugundan boshlab yana mendan kimdir adashib, siz qanaqa qilib muvaffaqiyatga erishdingiz deb so'rab qolsa, men aytaman, hali o'lmadim-ku. Jannatda ham emasmiz. Qanaqa muvaffaqiyat deb javob beraman. Xo'sh, fikrimiz bir xil ekanmi? Agar yo'q bo'lsa, fikringizni o'zgartira oldimmi? Alloh subhanahu va taolo hammamizni jannatul firdavsda jamlasin. Barakallohu fikum.